Hammasi ishonchga bog'liq. Kim nima desa desin, hammasi ishonchga bog'liq. Shu paytgacha kim qanday muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa yoki erishayotgan bo'lsa, o'zini ishonchi darajasida o'sha muvaffaqiyatga erishyapti. Afsuski ko'plab o'zbek ota-onalari farzandini yoshligidan, bolaligidan boshlab ishonchini sindirishdan boshqa hech narsa qilmaydi. Molsan deydi, sen eshaksan deydi, sen ho'kizsan deydi. Atrofida hech kim qolmaydi, farzandini u bilan solishtirmagan. Bir piyolani sindirib qo'ysa yoki qandaydir xato qilib qo'ysa, bo'ralatib so'kadi, dunyoni ostin-ustun qiladi. Vaholanki o'sha jarayonda siz farzandingizni eng katta tayanch kuchi, kelajagi bo'lmuş ishonchini sindiryapsiz. Hurmatli ota-onalar, notiqlik bo'yicha darslarimizda ko'ryapmiz, duduqlar, o'zini fikrini emin-erkin bildira olmaydiganlar, bu hammasi bolalikdagi og'riqlar, bolalikdagi unga nisbatan bildirilgan ishonchsizliklar sababidan bo'lyapti. Farzandingizga faqat ishonch bering. Farzandingizga faqat ishonch bering, hurmatli ota-onalar. Albatta ertaga u 20-25 yoshga kirganda muvaffaqiyatli, o'ziga ishongan inson bo'ladi. Boshqa hech narsa kerak emas.